Tashqaridan 7 ta katyol bor edi. 6 tagina bo'lib qoldi. Bugun Xudo xolasa hammasini harakat qilib turib olib boraman pullarni. Jasur. Jasur! Boshliq chaqirgan ekansiz, tinchlikmidi? Bo'lmaqi yana. Nima, jig'ildoning qaynayapti? Jig'ildoni qaynasa pomidorni yeb qo'yganlarni eshitgandim. Tashqarida 7 ta katyol bor edi. 6 ta bo'lib qolibdimi? Katyol? Boshliq, men sizga tushuntirib beraman hozir. Nimani tushuntirib berasan? Nimani tushuntirib berasan? Axir men seni o'z o'g'limday ko'rardim. Pul kerak ekan, nega o'zingdan so'ramaysan? Jo'xon! Ustoz, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Aslida men hammasini tushunib oldim. Jo'xon! Tilimdagilar, tunu kun nomlari tilimdagilar, oftobim shamolim. O doktor. Ha, pulli harakatidaman. Bugun kechgacha bo'lib qoladi. Hammasini qilib olib borib beraman. Dorilarni berib turinglar. Olib boraman, xavotir olmang. Qatdan bo'lsa ham pulni qilib olib boraman. Xo'p, doktor. Mana bugundan qolmasin Samarqandga bu. Men qara, seni xabaring yo'qmi? Bu tashqarida 7 ta katyol bor edi. 6 ta bo'lib qolibdi. Xabaringiz yo'qmi, boshliq? Kecha bittasini kuyovingiz labosga yuklab olib ketdi. Tushunarli. Jasur, qalaysan? Tuzingmisan? Nima choyxonaga bormadingsan kecha? Puling yo'q bo'lsa ayt, men to'lab yuboraman senga. Hopmi? Lekin safar qolganini ko'rmay, tushundingmi? Jasur boy. Assalomu alaykum, jannatim, qaynotam. Bormisiz? Bismillah. Menga qara. Katyolni bittasini nima qilding? Qanaqa katyol? Nima deyapsiz o'zi? Qaysi katyollar deyapsiz? Menga qara. Kecha laboga yuklagan katyolingni qandoq qilib ham joyiga qaytarib qo'y. Keyin Jasurni chaqir. Sen bo'shading. Hozirroq pul kerak bo'lib qolgan edi. Nima qilibdi endi? Bitta katyol bilan nima kambag'al bo'lib qolarmidingiz? Niye? Johol deyapman. Aytib qorangni ko'rmay bu ishxonada. Mayli, nima ham deymiz? Sen ishingni olasan-da. Qizing meni qo'limda edi. Bir do'st biri oshna, bari qonimga tashna. Til boshqa, dili boshqa, hammasini taniyman.